Sartaroshxonaga bittasi yugurib kirib kelib, "Sartarosh aka, ochirtini nechta odam bor?" Siz Sartarosh 5 ta debdi. 5 ta, har bittasini soqolini 15 mingdan olsa ham 5 tanesini 1 soatda 15 ming. "Aka rahmat! Mingga qo'yib chiqib ketibdi, qaytib kelmabdi." Ertasiga kirib kelibdi. "Sartarosh aka, assalomu alaykum, ochirtini nechta odam bor?" 6 ta. Kecha 5 tasini 1 soatda 15 ming, 6 tasini 1,5 soat. "Aka rahmat! Yana mingga qo'yib chiqib ketgan, yana yo'q." Sartarosh ensasi qotib, "Padaringga la'nat, 2 kundan beri keladi, nechta odam borligini so'raydi, qaytib kelmaydi. Ertaga ham kelsa, orqasidan poylaysan" debdi shogirdiga. U ham erinmagan ekan. 3-kuni ham kirib kelibdi. "Sartarosh aka, assalomu alaykum, ochirtda nechta odam bor?" 10 ta. 10 ta, 10 ta. "Aka rahmat!" do'ppisini osmonga otib chiqib ketibdi. Shogirdiga aytib, orqasidan poylab. Shogird ham ana orqasidan poylab chiqib ketgan. 15 minutdan keyin qaytib kelibdi, rangi oqargan, nastarenasi yo'q, kallasi egilgan. Ustoz so'rabdi. "Nima bo'ldi?" desa, "Nima bo'lardi? Rasvo bo'ldi, kirib ketdi" debdi. "Qaqa kirib ketdi?" desa, "Qaqa bo'lardi, uyga kirib ketdi." "Sizlarnikigami?" desa, "Yo'q, sizlarnikiga" dermish ekan. Bu sal sekinroq yetib boradiganda